ish qidiraverib charchadingizmi? Kunlik bo'lsa ham, haftalik bo'lsa ham ish bo'lsa qilaverardim, oylik ish topilguncha deb o'ylab, siqilib o'tiribsizmi? Unda bitta yo'li bor buni. Hammamiz birlashishimiz kerak, bir-birimizni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Agar men sizga ish kerak bo'lmasa ham, mana shu guruhga qo'shilib qo'yishimiz kerak. Nimaga desanglar, mana shu guruh hammamizga manfaatli bo'ladi. Pul topaylik degan guruh. Chunki buni ichida kunlik ishlar ham, haftalik ishlar ham, oylik ishlar ham shuni ichiga e'lon qilib joylab bo'lsak, yaxshi bo'ladi. Butun O'zbekiston bo'ylab hammasi viloyat-viloyatga bo'lingan holatda tartib bilan bemalol ish e'lonlarini bersa bo'ladi yoki bo'lmasa bizga ish kerak bo'lsa, o'zimizning ma'lumotimizni bemalol kirgizsa bo'ladi. Shunaqa qilib bir-birimizni qo'llamasak, yuraveramiz bo'lmasa. Mana shu gruppani o'sha hamma ish qidirib yoki bo'lmasam o'sha kunlik bo'lsa ham ish topaman deb o'sha oylik ish qidirayotgan bo'lsa ham nima bo'lishidan qat'iy nazar ish bilan bog'liq muammolarga mana shu guruhni ochib qo'ydim. Yaqinlaringni ham tashlab qo'ying, o'zingni ham qo'shib qo'ying. Iloji bo'lsa kontaktlaringni ham qo'shing. Chunki qanchadan qancha ishsiz odamlar bor, kunlik tirikchilik qilaman degan. Shuning uchun hammaga manfaatli bo'ladi deb o'ylayman inshaalloh. O'shaning uchun tezda kirib Telegram orqali shu guruhga qo'shilib qo'ying.